Marlidan bukchayishga korset boylashni o'rgatgan edim. Juda ham ko'pchilik buni qanaqa qilib o'zimiz boylasak bo'ladi, chunki uyda boylab qo'yadigan odam yo'q, yordamchimiz yo'q deb so'rabsizlar. Hozir mutaxassisimiz o'zingizlarga qanaqa qilib boylash yo'lini o'rgatadilar. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 3-4 metr marli. Bo'ynidan tashlab olamiz, bir xil uzunlikda qilib, keyin marlini sal ochib yelkalarimizga tushiramiz. Endi ikkita uchini orqadan o'tkazib, bitta boylab yaxshilab siqishimiz kerak bo'ladi, ha? Endi bir uchini tepadan o'tkazishimiz kerak, tegidan ya'ni. Tegidan o'tkazamiz. Ko'ryapsizlar, men yordam bermayapman, o'zlari bog'layaptilar. Endi uni o'rtaga olib kelamiz. O'rtaga olib kelib, bitta aylantirib, oldinga o'tkazamiz. Yelkalarini yaxshilab tushiramiz. Ana ko'rganingizdek, uy sharoitida ham bemalol o'zingizlar boylab bukchayishlaringlarni ancha normal holatga keltirsanglar bo'ladi. Agar juda ham zo'r natija olish xohlasanglar, bukchayish, skolioz, poзвоночный грыжали sizlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol Surayyo Osteo sentrimizga kelib, muolajalarimizni olib, sog'lom bo'lishingiz mumkin.